Hammaga assalomu alaykum. Kunlaringiz xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Negativlarga bitta gapda. Zarilmi sizlarga meni ko'rib, podpiska qilib yuboringlar, cho'rniga tiqib yuboringlar meni. Yozurmanglar, muncha yomonsizlar, tavba qildim. Uni baribir umuman kayfiyatimga ta'sir qilmaydi sizlar yozayotgan narsalar. Menga negativlarga qarshi immunitet paydo bo'lgan уже. Bitta narsada sizlar negativ yozayotganinglar o'zingizlarga choq qazyapsizlar. Chunki har bitta odam kimga nimani ravo ko'rsa, kimga nimaniki gapirsa, kimga nimaki so'ksa, o'ziga so'kayotgani, o'ziga gapirayotgani, o'ziga tilab olayotgani bo'ladi. Va uyingizlarda kuchingizlar yetmayotgan odamlarga so'kinish o'rniga kirib olib, men publikadagi odamlarga so'kmanglar. Bilmaysizmi men qanaqa odamligimni?